Yangi kelgan romlarimizni hozir upakovkani ochamiz, ko'rsataman qanaqaligini. Yaqinroq. Mana shu upakovkadan ochilgan sharoit ko'rinishi. Bu tegi bu. Mana bunaqa ochiladi. Mana bunaqa davodchiklari bo'ladi ikki tarafdan. Oyna ochilganda ushlab turadi. Bu hozir oyoq osmondan bo'lib turibdi. Bu ochuv holati tomda mana shunaqa ko'rinadi. Mana bu katta razmerimiz. 120 ga 80, mana bu 60 ga 80 razmerimiz. Tomda primerda shunaqa turadi. Kimga kichkina kerak bo'lsa, mana shunaqasi bor. Kattaroq kerak bo'lsa, bundan ham kattasi bor lekin. Bu tomda primerda shunaqa turadi. Pastdan ochiladi. Davodchiklari ushlab turadi ochilgandan keyin. Yopilishi mana bunaqa. Mana bu yopiq holat. Tak, zakaz qilganligi xuddi mana shunaqa komplektatsiyada bo'ladi. Umumiy komplektda mana bu tepasi, bu yon okladi, mana bu bokovoy oklad bitta, yana bitta bokovoy oklad tegi bilan bu tunkani tegiga tushadi. Mana bu betigacha. Tunki mana shungacha keladi. Shutgacha kelib ustiga minadi buni. Mana bu tunkani ustiga o'tiradi. Birinchi bo'lib bu qo'yiladi. Keyin bu, keyin u. Pochirutnis qo'yiladi. Bu yoq tarafda mana. Umumiy ko'rinishi kim ustanovkani o'rganmoqchi bo'lsa, o'rgatib ham ketaman, ko'rsatib beraman. Tak, birinchi bu qo'yiladi, keyin bu, keyin anu qo'yiladi. Mana bu bokovoy oklad, keyin ichkariga tiqoriladi. Antes samoret yechib qo'yib yuboriladi. Bu umumiy ko'rinishi mana shu. Ana ochiladi. Mersi eshigi. Шестерка oyna, kalyonniy, stiklopaket, 2 qavatli. Ruchkasi mana shunaqa. Imami ham keyin qotirib qo'yiladi.